Man Rahmon Berdiyeva Rohinisob, Tojikiston Jumhuriyati So'g'd viloyati Bobojon G'afur tumanidagi Ma'orif bo'limining o'zbek tili va adabiyoti fani bo'yicha metodistiman. Biz mana bugun adabiy do'stlik, abadiy do'stlik degan anjumanda, ya'ni qirg'iz, tojik, o'zbek xalqlari o'rtasidagi yana bir do'stlikning nishonasi sifatida bir anjuman tashkil etilgan. Bu anjumanda ishtirok etyapmiz. Behad xursandmiz. Men bu tadbirni mana shu yaqinda O'zbekistonning Farg'ona viloyatida bo'lib o'tgan do'stlik stellasi anjumanining forumining davomi deb o'ylayman. Bu ana shu anjumanning davomi sifatida bugun mana ko'hna Tojikistonning So'g'd viloyatidagi Xo'jand shahrimizda bo'lib o'tyapti. Bunaqangi tadbirlarni juda ham ko'p bo'lishi xalqimiz orasidagi do'stona munosabatlarning yana ham shakllanishiga imkon beradi. Mana shunday chiroyli imkoniyatlar tashkiliy mana shunaqangi tadbirlarni tashkil qilishida har uchala davlatimizning rahbarlarining, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston davlat rahbarlarining mana shunday imkoniyat yaratganliklari uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta, mana shunday tinchlik zamonida yashayotganligimizdan, do'stlar qurshovida mana shunaqangi chiroyli davralarda uchrashib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bu uchun albatta davlatimiz prezidentlariga tashakkurlar deymiz.